olamiz deb pul rol o'ynaydimi? Beqqol shu yerda o'tgan safar senlar to'lagansan. Bu safar men to'layman. Fe'ladan qoldim. Hadi, assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'g'lim, oyligim chiqdi. Shunda to'g'rimi? Bankdan yechib olarsan. O'g'lim, toshga sovuq emasmi? Yo'q, hadi, unchalik sovuq emas. Yo'li juda sovuq. Stroykada ishlab urib, oyoqdan zax o'tib ketdi. Mayli, uyingni kreditini olib olaylik. Keyin bemalol qaytaman. Navaralarim ehtiyotliga. Mayli, hadi. Shuncha payt to'lab yurgan pullaring otangni puli ekan-ku. Mana bu puli men o'zim uchun o'zim pul to'layman. Sani otangni musofir yurtda qiynalib topayotgan pulni yeyishga uyalaman. Men bu turizm, men to'lab qolaman. O'ylama o'rtoq. Svet uchun. Onasi uydamisanlar? Dadasi, assalomu alaykum. 4 soatdan beri svet yo'q edi. Pulim to'lab olsangiz yo'q ko'rishadi. Voy, oyligim oxirni kerakli joyga ishlatib olgan edi. Buguncha amallab turaylik, ertaga yo'q qo'raman. Bo'pti, dadasi. Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom. Yana shuncha bozorlik qilib keldingmi? Aka-uka oshlardan issiq shashlik olib keldim. Yeb olasiz, ona. Harakat top bolam. Hamma narsa bor edi. O'g'ri bo'psan-da. Oyijon, xolodilnikni to'ldirib qo'ysam, ko'chada xotirjam yuraman. Oilasini ahvolidan xabari yo'q. Nafsini ustun qo'yib, ko'chada kayf safo qilib yurganlarni erkak deb aytolmaysan.